tavba qildimi, g'aflatidan uyg'ondimi, shahvatidan ajramoqchimi, Allohning qodirligini eslasin va latifligini eslasin. Va kanallohu muqtadira. Alloh o'ta qodir zotdir. Butun dunyoni yaratgan, butun dunyoni tutib turibdi, hamma narsani boshqarib qudrati yetyapti. Bitta bandasini g'ofilligini yo'qota olmasmidi Alloh? Bitta bandasini shahvatparastligini yo'qota olmasmidi Alloh? Kimki meni g'ofilligim endi o'zimga qolibdi, yo'qolmaydi bu, shahvatimdan qayta olmayman endi desa, Allohning qodirlik sifatiga kufr keltirgan bo'ladi. Bu juda og'ir musibat bo'ladi. Shuning uchun yo'q, to'g'ri, men shunaqa bo'lganman, lekin Alloh tavba qilsang kechaman degan. Meni shahvatim dunyoni egallab qo'yganda ham Allohning qudrati yetadi buni ketkazishga. Meni g'aflatim yetti dunyodan yetib ortda davom bo'lsa ham Alloh buni yo'qotishga o'zi qodir degan aqidani qilish kerak.